Nolan Geroyda ko'pchilik maniya qilishni xohlaydi, lekin 90% o'yinchilar uning asosiy sirini bilmaydi. Agar hozir aytadigan 3 ta ma'lumotimni o'zlashtirib olmasangiz, Nolan Geroyda o'ynashingizdan hojat yo'q. Qani bolajonlar, hamma joyiga o'tirsin, dars boshlandi. Sizlar bilan ustoz MLPB obuna bo'lgan bo'lsalaring darsni boshlaymiz. Birinchi ma'lumot passivkasi haqida. Nolan birinchi va ikkinchi skillini ishlatgan paytda yerda yoriq paydo qiladi. Ikki yoriq bir-biriga tegsa, ular portlab dushmanni markaziga tortadi. Bu vaqtda Nolan energiya oladi. Agar 5 soniya urmasangiz, keyingi hujumingiz dushmanga qarab sakraydi va yangi yoriq paydo qiladi. Kombo qilishning asosi mana shunda. Ikkinchi ma'lumot qachon olish to'g'ri yoki qachon olish xato. O'quvchilarim eslab qolinglar, agar dushman safida Lancelot, Ling, Fanny kabi sizdan tezkor geroylar ko'p bo'lsa, uni olish xato. Lekin dushman safida Leska, Bayes va Jir geroylar olingan bo'lsa, uni olish ideal tanlov. Uchinchi ma'lumot sborka haqida. Nolan faqat fizik urug' masajdan teshib o'tuvchi predmetlar yig'ish kerak. Unga tezlik shart emas. U bitta urganda dushmanni yoriqlar ichida eritib yuborish kerak. Unga vazifa ushbu ma'lumotlar bo'yicha fikringizni kommentariyada qoldiring. Aytgancha 10 fevralgacha 10 mingta bo'lsak, orzuyimdagi stream xonani sovg'a qilishadi. Birgina obuna bo'lganingiz sababli men maqsadimga erishishim mumkin. To'liq sborka Telegram kanalimda. Darsimiz tugadi.